boshqa joyda agar realni 2,5 ming yoki 2600 ko'rishgan bo'lsa 100 dollar o'shandan arzon qilib beraman. Mana biz ikkinchi marta do'koningizga keldik. Aynan bizni kelib obzor qilishimiz do'koning savdosi ta'sir qildimi? Bugün birinchi Dinamo do'konida o'qlar aksiyada. O'qi ham 8 ta 10 ta sig'adi. Bu o'sha Tayyip Melkashga tepasi 12 mi? O'quvchilarimizga qiziq bo'lgan narsa ML 27. To'ldik. Bu yaqindan otishga ikkinchi milcha o'qib ishlatishga yaxshi narsa bu. Mashina. Bunda ham aksariyat. Hamma milchani 20 dollardan 100 dollargacha любой magazинda solishtirsa, narxini tushirib beramiz boshqalarga nisbatan. Bitta zapravka nechta o'qotadi? Bitta zapravkada baloni sal kichikroq 30 ta 40 ta olib beradi. Lekin 6 Narxi 2800 ga. bu alohida bitta odam yig'adi buni. Ha, bu sharoitda Bu haqiqiy timsohmi? past timsoh 132 metr ko'rsatadi. 4,5 bilan 9 ga farqini ko'raylik. Assalomu alaykum Vodiy o'quv kanali kuzatuvchilari. Mana bugun sizlar bilan yana bir bor Toshkent shahrida joylashgan Dinamo o'quv do'koniga kelganmiz. Bu do'konni 8 oy oldin obzor qilgandik. Aynan shu videoni o'tib ko'rsanglar ham bo'ladi. Bu do'konga yana kelib video olishimiz sababi bu joyga yangi pnevmatikalar va yangi o'quv kelgan. Narxlari, turlari, kalibrlari haqida to'liq ma'lumotni berishga harakat qilamiz. Kerak bo'lgan ma'lumotlarni past telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib so'rab olsanglar bo'ladi. Do'kon lokatsiyasi albatta Telegram kanalimizda bo'ladi. Assalomu alaykum. Alaykum aka. Siz aka charchamayapsizmi? Xudo mana nihoyat do'konga yetib keldi. Orada yana bir kirib o'tgandim. Yangiliklar bo'ladi degandingiz. Xudo xohlasa yangiliklar bor. Xudo xohlasa o'quvchilarimizga yangiliklar qildik. Pazarga uchun ham zo'r narsalar olib qo'ydik. Albatta o'tgan safargi obzorimizda 8 oy oldin obzor qilganda adashmasam 8 oy oldin obzor qilganimizda aynan mana shu hayvonlar ko'pchilik so'ragandi. Narxlarini endi hozir bugun imkoniyatimiz bor, vaqtimiz bemalol. Bu hayvonlarni bir narxlarini ham ko'rib ko'rsa. Bular hammasi tabiiymi aka? Bular hammasi terisi haqiqiy, tirnog'i haqiqiy bo'ladi. Penoplastdan figura qilib yasaydi, hidi chiqmaydi, sasimaydi, chirimaydi. Bu aslida bir xil odamlar rahbari bo'ladi. Ya'ni bir xil odamga qimmat bo'lsa 5-6 pul yig'ib bitta qilib olishsa ham bo'ladi. Neobычный pazarga-da. Hamada ham ko'rishmaydi. Yaxshi. Xo'p, bular narxi qanaqa? Bu Afrikaniki. Bu o'zi ikkita qilib olishsa, bir-biriga qarab turgandek bo'ladi bu. Ha, bu joydan qattiq mana bu joyda ko'rdim. Ha, ikkitasi bir-biriga qarab turadi. Biz uni ajratganmiz. Bir xil narx katta joy yo'qdi. Buni narxi 3,5 ming dollar. Hammasini narxini kelishtirib beramiz. Endi so'ralasiz shunaqa, bu odamlarga savdolashadi. Masalan, bu yo'lbars. Kompozitsiya qilingan bu bilan bu 7,5 ming. Mana sherimiz. Bu ham yosh katta, yungi ko'p. Ha, bu 8 ming. Endi bizda hamyonbop narsalar, mana bu burgutimiz bor. Burgut bor. 1,5 metrdan oshiqroq, bu ofislarga qo'yilsa, pazarga ham zo'r narsa. Narxi ham hamyonbop. 1,5 ming, buni narxini qarab beramiz. Bu ana sherigi. Bu sherigi, bo'rilarimiz bor. Masalan, ham komplekt 2,5 ming. Agar bo'rini o'zini xohlasa, bu yerda ham bo'rilar bor. Ichkadir masalan bu? Ha, ichka. Bu jirafa. Bu jirafa, hop, 6,5 ming, kichkinasi 5,5 ming. Terisi haqiqiy hammasi. Terisi haqiqiy. Ha, terisi haqiqatda. Tirik hayvonni ushlab ko'rganda. Ayiq. Ayiqimiz boshini o'zi 2200. Bitta kattasini ham ko'rib bor ekanmi? Ha, yo'da boshimasi polni tanasi bilan. Boshdan oyog'igacha. Boshdan oyog'igacha. Boshdan oyog'igacha menimcha 2 chiqsa kerak. 2 metr. Narxi qancha? Bu 5,5 ming. Zo'r. Ha, Kanadani bo'risi bor. Kichikchalar bor. 1800 bu. Ha, bu qoraroq bo'ladi. Qoraroq bo'ladi. Mana orqadagisi-chi? 1800 u. 1800. Tuyaqush. Bunisi-chi? Tuyaqushimiz 1,5 ming. 1,5. Arzonroq ekanda bular nisbatan. Ha, bular arzonroq. Mana bu oq tulkimi? Ha, bu sovuq joylarda bo'ladi. Ha, Sibir taraflarda bo'ladi. Bu 600 dollar. Hammasini yungi tabiiy. Mana oyoqga qarang. Bu yerda ayog'imiz ham bor. Bu devorga ilarsa bo'lar ekanda. Ha, kaminga ham qo'ysa bo'ladi. Bu 1700. 1700 juda ham zo'r. Gulxar. Bular ko'pchilik nimada Instagramda ko'rgan bu qushlar Rossiyada bo'ladi, juda katta bo'ladi. Bu qanchadan katta narx? Bu 400 dollar, farzandlarimiz 100 dollardan hamon bor. 100 dollardan bular. Ha, 100 dollardan. Bular ham tabiiy hammasi. Tabiiy. Bu o'zimizda bo'ladimi? Ha, o'zimizda. O'zimizda chiqarishadi gap. Bitta g'oz ham bor ekan. Ya bu g'oz emas, menimcha bu oqqush emas. Ha, bu oqqush. G'ozni har tarafda ekan. G'ozimizda yo'qdi. Ha, oqqushimiz qancha? Bu 200 dollar. Bu kichkinasi ekan tuyoqush. Bu kichkinasi. Zo'r. Xullas bitta juda ham hayvonlar ko'p. Mana o'rdek turini ko'rganmisizlar? O'g'irlamaymi? Ha, bemalol. Bitta qisib qo'ygan ekan. Mana o'rdek turini ko'ringlar. Kokillar bilan. Bular qancha narx? Bu 150 dollar. 150 dollar. Juda ham chiroyli. Mana bu qanaqa qush bu? Bunisi. Bu bizga yasab olib keldi, to'g'risini aytsam, buni o'zim endi ko'rishim. Bu 200 dollar. 200 dollar.
Ajoyib. Endi qish tushunadiganlar tushunadi. Xullas, bu narsalarni sovg'aga olsanglar, bu narsani olgan, podarka qilsanglar kim endi buni hech qachon unutmaydi. Har ko'rganda juda ham yaxshi taassurot, yaxshi nima deydi, hali kayfiyat oladi degan umiddaman bu narsani. Nimaga o'zim ham juda ham yaxshi ko'raman. Aka, men bug'mi? Bu bug'i. Bug'ning ikkitasi bor-a bundami? Ha, ikkalasi ham katta. Bular narxi 2200. 2200. Bittasini narxi 2200. Ha, bittasi narxi 2200. Gap yo'q. Shoxi original bularning o'ziniki shoxi. Endi sizlar bilan o'qrolarga o'tamiz. Mana bu tomonda Hudson turistik zavodga tegishli bo'lgan perlomka pnevmatikalar ko'pchilik so'ragan 135, 125, 70, 85, 95, Striker, xullas hamma model bor. Umuman rossiyskiy Baykallar ham bor. Bularda 4.5, 5.5, 635 kalibrlari bor. Narxlari $200 dan $400 gacha. Bu akalarimiz chiqqanga zo'r qilib skidka qilib berishadi. Narxlari ancha arzon qilib berishadi. Biz nomimizdan kelganlarga albatta. Kelaverasizlar. Kimgalarga shunaqa perlomkalar kerak bo'lsa, aynan bu narsani aytib o'tishim shart. Bu qurollarni olish uchun albatta ichki ishlardan qurol sotib olish yo'llanma bilan kelishlaring shart. Albatta o'quvchilik jamiyatiga a'zo bo'lasizlar. Ana undan keyin ichki ishlarga borib, ichki ishlardan qurol sotib olish yo'llanma olishlaring shart. Bu joyda qanaqa pnevmatikalar bor ekan? Bu yerda Diana firmasining modellari nemetskiy. Har xil 30 metrdan 100 metrgacha uradigani bor. Yozda bo'lsa kalibri 4.5 faqat bularni, 5.5 dan hali olib keladi. Narxi qancha bir chiqadi ular? Narxi $400 dan $1100 gacha. $400 dan $400 kichkinasi. 50 metr. 350 Magnum qancha ko'pchilik savol beradi. Magnum plastmassaligi bor. Bu $800 750 qilaramiz. Diana Magnum 350, 850, 700 atrofida. 4.5 lekin. 5.5 yo'qmi? Yo'q, 5.5 endi. Endi bo'ladi. Aka, bayroqmi? Bu bayroq firma, ruchniy roboti bo'ladi. Bu alohida bitta odam yig'adi buni deyman. Ha, ruchniy roboti bir xil joyini apparat yasaydi, ko'p joyini ruchniy roboti, mana bu yog'ochlarni ham odam o'zi yasaydi. Bular narxi qanchadan? Buni narxi 1100, bu 100 metrligi. 1100, tepada esa-chi? Tepada esa 1200. Buni naqshi bo'lganiga o'z zavodda narx qo'shiladi bularga. Ha, tushunarli. Demak, xohlagan summaga pnevmatika topsa bo'ladi. Yana aytib o'taman, bu ushbu pnevmatika sotib olish uchun ichki ishlar ruxsatnomasi bo'lishi shart. Dokumentsiz berilmaydi. Bu joyda bu xil bayroq qo'ymayapsan. Yo'q, bu yerda Browning bor, Hammerli bor, nemetskiy bular ham modellari har xil. Bu yerda Browning firmaniki, Hammerli firmaniki, bular hammasi nemetskiy, Germaniyadan olib keltirganmiz. Faqat bu yerda kuchi kamroq, 40-50 metrga mo'ljallangan. Hop, bir bitta narxini aytib o'tirasizmi? Hop, optikasi komplektida bo'lmaydi, uni qo'yib qo'yganmiz. Bez optika hisoblasak, bari $500, ikkinchisi 400, mana ham 500, 300, 400, 500 atrofida. Atrofida ketadi, to'g'ri. Bularchi? Hop, bu ham Browning firmaniki, mana ham Hammerli firmaniki. Bular ham plus minus $500-600 atrofida. Ruger firmaniki ham bor bu yerda. 4.5. 4.5 Hammasi 4.5. Bitta Norik. Bu yerda bo'lsa ko'pchilik bizdan so'raydi. Oldin ispanskiy Gamo bo'lardi, o'rniga Norik olib kelganmiz. Bular Ispanyaniki 60 metr uradi. Kalibri 4.5 bularni ham. Bulardan eng hadoyi modeli. Bu joyda BCP'lar. Bu yerda bo'lsa ko'pchilik yangilik modeli bular. Endi ko'pchilik bilganlar uchun bular siqilgan havoni hisobiga o'tadi, ancha uzoq masofaga o'tadi va skoroslari baland, addacha bo'lmaydi, o'q nigirovka o'zgarmaydi. Xo'p, endi bular narxi, nomi. Bular narxi mana Shadow degan modeli. Krallaki o'zi eng hadoyi modeli 3 ta modeli bor. Shadow modeli bor, Jumbo Dazzle bor, MP500 bor. Bu $600. Shadowda reduktor bor-edi. Reduktori bor bunda. Bunda reduktor yo'q. Bu $550. Ha, buni 530 qilib beramiz. Menga o'zimga yoqadigan eng yaxshi modeli mana. Bilasizmi? Quliyligi, mashina ichini ochishga bo'lsa ham knopka bosiladi, yig'iladi. Bo'yi past uzun odamga mana bu kichkina katta bo'ladi. Mana tushib chiqadi, balloni ikkita bo'ladi. Ustida ovoz pasaytiradigan ham bor. Gulishli ham. Gulishli ham bor. Narxi qancha? $550 bu. Bu kelsa beriladi, narx. Ya bu bo'lgan narxi. Boshqalar bu joyga so'rasa 580 taqilgan sotishyapti. Bizda hammadan arzon. Hammamiz uchun $20 dan $100 gacha любой magazinda solishtirsa, narxini tushirib beramiz boshqalarga nisbatan. Buni boshqa aytib o'tamiz, alohida qilganmiz. Ha. Shadow narxi qancha? Shadow $600. $600. MP500? Bu 530. Men ko'pchilik tavsiya beraman buni, negaki bizda hozir reduktor qo'yib buni kuchaytirsa bo'ladi. Buni qancha qilib berasiz? Bu 520 qilib beramiz. Biz nomidagi yerlarga o'tib berasiz. Albatta. Bu yerda Kral. Bu yerda bo'lsa Kral variantida bular 4.5 kalibr, hozir bular aksiyada 8 million so'm ichiga nasos, optika ham qo'shib beramiz komplektda. Bu hammasi $800. $800 komplektida nasos optikasi bor hammasida. Hammasida. Demak, ortiqcha narsa olib yurishmas ekan. Ha, shu komplektda 8 millionga. Ruxsatnoma bilan keladi, bo'ldi. Bu ham xuddi shu narsa, faqat Hudson firmaniki bu. Ruxsatnoma bilan kelishadi, 8 million ichida optika nasos qo'shib beramiz komplektga. Air Max ekan bu asosan, Air Max, Bulbos,
Mana bu yerda 10-44. 44. Ha. Bular ham xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa. O'zi narxi 650 dollar ekan. Yo'q, bu komplekt 650. Komplekt oldin 650 bo'lgan, hozir 650-chiga 200 dollarini siz 1 millionlik opkiga qo'shib beraman. O'shanda 650 bo'ladi. Endi bu yerda legendarniy uraganlar. Aynan mana shu narsalar yangilik siz do'koningizda hozirda. Ha, Uragan 3 ko'pchilik so'ragan 700 stoligi bor, 600 stoligi bor. Hozirgi kunda eng kuchli yozushkalardan bittasi stoli 700 talik bo'ladi. Buni 5x5 635 bor. Yengil, ishlatishga udobniy. U bu kim chapag'ay, onaqay bo'lsa, mana bu narsasini ustiga berib, bu yoqqa o'tqizsa ham bo'ladi. Mana bu o'zim o'tqizsa ham bo'ladi. Kalotkasi necha bu? Ha, buni bu tarafga ham o'tqizsa bo'ladi. Buni adashmasa ikkitaligi turli. Rektor 2 talik, kompozit balon. Mana bu temir bo'lmaydi, temir o'rnini qoplaydigan bitta material bor, qimmat turadi. O'sha narsani ishlatgan, shuni hisobiga multi ancha yengil, udobsiz beradi. Mana bu yog'och kompozitsiya qilingan, rangi o'chib ketmaydi. Nearishni qilib ishlangan. Uragan 3. Kattaligi ham juda ham yaxshi ekan. Haddan tashqari katta ham emas, kichik emas. Pastdagi qanaqa model? Pastdagi xuddi shuni 600 stolligi. To'g'ri kaltaroq. Stoli kaltaroq, bu endi mashina ichdan otishga udobniyroq bu. Aka, buni narxi qiziq. Hop, buni narxini 2700 sotamiz. Siz nomingizdan kelsa 2600 qilib beramiz. 100 dollar skidga. Bir xilmi narxi? Narxi bir xil. Narxi bir xil. Bizda vulkanimizda ham bor. Ko'pchilik sal klassikaga qiziqadiganlar bo'lsa, Vulkan ham tushunishinglar uchun Uragan firmaga tegishli, Chexiyaniki. Prosta ismini Vulkan qilib, buni dizaynini boshqacha qilib chiqaradi. Bu ham kuchli modellardan hisoblanadi. Yog'ochli, neobычный qilib kompozitsiya qilingan yog'ochga. Nemchilar narxi qancha? Bu 2600. Bu hozir qarang, uraganlarda hammasi kalibr 635. 5x5 ham bor. 635, 505 bor. Narxi raziyasi yo'q. Narxini farqi yo'q. Narxi bir xil chiqadi. Bu ham reduktorli bo'ladi. Ha, bu ham reduktor. Bu ham 505, 635 bor. Bor. Yangi chiqqan modeli ko'pchilik olib kelinglar deb aytishganiga buni olib keldik. Bu juda ham yengil. Ha, ko'tarib ko'rdim, ancha yengil. Udobniy 635 qoldi. Bundan 4 olib keldik, bitta dona qoldi. Stol uzunligi? Stolning uzunligi 600. Bitta zapravka nechta o'qotadi bu? Bitta zapravkada baloni sal kichikroq 30 ta 40 ta otib beradi. Lekin 635 uchun bu yaxshilanadi. Buni kichik kolbada. Ha, endi buni ovchilar to'g'ri ov qiladigan odam bo'lsa, bitta ovga chiqqanda 30 ta 40 ta o'q yetadi. Bitta ov qilish uchun ham yengil, kompaktniy, udobniy. Odamni charchatib qo'ymaydi. O'zimga juda ham yoqdi. Narxi qancha bu? Narxi 2200 bu. 2200. Gap yo'q. Buni komplektda nimalar olib chiqadi? Komplektda chexoli bo'ladi, zapravочный shrankasi bo'ladi, ikkita baraban bo'ladi, kovrigi bo'ladi, magazini bo'ladi. U joyda yotib olsanglar, kovrig bo'ladi. Ha, to'g'ri ekan. Bitta vulkan kattasi ham bor ekan. Vulkanning kattasi ham bor, yog'ochli qilib ishlangan. Hop, buni ham narxi 2600. Bu ham udobniy, mana bu ham chiqib tushadi jag' qo'yish uchun. Ha, sportivniy. Sportivniy qilingan. Ko'rinishi ham neobычный. Hali ko'pchilik mendan so'raydi, aka, necha metr uradi degan savolga buni ochishni bilgan odam 200 metr ish emas. Faqat bunga yaxshi optika, yaxshi ballistika hisoblash kerak, yaxshi o'q otish kerak shu. To'g'rimi aka? To'g'ri. Endi biz juda ko'pchilik qiynaydi buni savol bilan, aka, o'z bilasizmi? Endi ovga chiqqan odam biladi, yangi ovchilar otib o'rganadi. Endi aynan shunaqa o'ylarimiz uchun ma'lumot bo'lsin deb mana shunaqa do'konga kelib obzor qilamiz, tushuntiramiz, ko'rsatamiz. U quroli. Hop, bizda Turetskidan Kral firma bilan Salix bor. 2 otar, bitta kurokli, ochishga udobniy, bu kamuflaj qilingan. 12 kalibr. 12 kalibr. Aslida bizda 12 injektorli. Narxi qancha? Narxi bo'lsa 550 qilib beramiz. Bu ancha baquvvat, me'yorlari ham temirdan ishlangan. Bu Kral karkara. Buni yog'ochlisi qora qo'ndoqli bo'lardi, qolmadi hozir. Nalichida kamuflajnisi bor. Buni ham narxi 550 dollar. Bu ham ikkita 2 otar, 12 kalibr. Narujni cho'klari bor ekan buning. Narujni italyanskiy qilib ishlangan bu. 76 yana plus yana 1 sm qo'shilyapti hozir. Da. Shunaqa. Narxi qancha? Narxi 550. Buni ham narxi 550 dollar, 2 otar, 12 kalibr. Chiroyli qilib. Bular endi budjetni arzonroq qilib kishida. Da. Nechta? Staj talab qilinmaydi. Ko'pchilik 1 otar, 2 otar oladi-da, qoniqmaydi. O'shalar buni stajsiz olsa bo'ladi. Faqat buni 4+1 har safar mana bunisi zaryad qilib otiladi, to'ldirib. Shuni hisobiga staj talab qilinmaydi. Buni stoli uzuni ham bor edi, qolmadi. Xudo xolasa 1-2 haftada kelib qoladi. Endi bu taktik kelgan, yengilligi juda ham yengil. Ko'rinishi ham hali havas qilib oldim degandan keyin. Rangi ham neobычный. Rangi ham neobычный. Hech kimda hali bittasan debda Michael Jackson degandan bor. Narxi ham bor buni. Chiroyli qilib.
Narxi qancha dedingiz? Narxi $500. Siz nomingizdan kelsa yana narxini qarab beramiz buni. Nurli aka, bu joyda turbinangiz juda ham ko'p ekan. Durvilar yangi zavod yaqinda keldi. Bularning har xili bor. Yosh bolalar uchun ham, uzoq joyga tog'larni ko'rish uchun ham, boshqa narsaga ham ishlatsanglar bo'ladi. Sifati har xili bor buni. Narxi ham hamyon bor. Narxlar qanchadan boshlanadi? Narxi eng arzoni mana bu yosh bolalarga ham olib bersanglar bo'ladi. Turni ko'rinadi. Hop, 2600 metrlik 268 metrga 10 barobar yaqinlashtirib beradi. Buni narxi 500 ming so'm. Eng qimmati qaysi aka? Eng qimmati mana bu yerda xili ko'p. Eng qimmatini oling, endi eng arzon ko'rsating, endi eng qimmatini. Hop, eng qimmati mana. Funksiyalarni nima aytib o'tasiz buni? Funksiyasi 7 ga 50. Yerga ham yozib qo'ygan. 1000 metrda 132 metr qilib ko'rsatadi. 9 barobar yaqinlashtiradi. Korpusi rezinoviy bo'ladi, qo'ldan tushsa ham sinmaydi. Bu yomg'irda qolib ketsa suv ham o'tmaydi. Ichiga qarasanglar tog' shkalasini ham ko'rsatadi. Obzori katta. Plusiga linzasi yashil bo'ladi, fotoapparat linzasi, ko'zni og'ritmaydi, hamma yog'ini tiniq ko'rsatadi. Podsvetkasi ham bor, ichi yonadi. Ichi yonadi. Nashnoviy emas lekin bu. Nashnoviy emas bu. Просто ichi yonadi. Narxi? Buni narxi $300, narxini yana kelishtirib beramiz. Buni xili ko'p. Rangi, ko'rinishi har xillari bor. Kamuflyaj, qora, rayon nisbat. Lekin puliga yarasha narsalar ekan, lekin o'zini ko'rdim. Ishlatasizlar. Ko'zi ham og'ritmaydi, tiniq. Mana shundan bir bo'lsa bo'ladi, 1000 metrda 109 metr. Xullas, ko'p ekan buni, juda ham ko'p ekan buni. Mana 1000 metrda 132 metr juda ham zo'r. Bu joyda optik pritsellar aka? Optik pritsellar har xili bor. Hozirgi kunda haydab bo'layotgan Westhunter-niki bular. Bular endi pnevmatikaga qo'ysa bo'ladi. Pnevmatikaga qo'ysa bo'ladi. Yaqinlashtirishi ham har xil. Mendan ko'pchilik so'radi, karabinga optika qo'yishim kerak edi. Aka, karabinga optikalangiz bormi? Karabinga optika keyingi oynada bu. Bu nashnoviy. Bu nashnoviy. Bu ham nashnoviy. Bu ham nashnoviy. Narxi? Narxi mana $1100, mana $700. $700. Bularchi? Westhunter? Bularni Westhunter eng hadoviy modeli mana 312. Hop, 312 44. O'zim ishlatganman bu optikani. Juda ham sifati zo'r optika ekan. Abdachani ham xudo xohlasa ko'taradi. PSP'larga ham zo'r bo'ladi. Obzori ham katta, linzasi ham yashil bo'ladi. Kepkaga o'xshagan narsa qo'ygan bu yerga. Quyosh tushsa, pramo quyosh tushmaydi ichiga mana buni hisobiga. Linzasi ham tiniq bo'ladi. Narxi? Buni narxi $270. Hop, bu joyda ham BSA'ning original optikasi bor ekan sizda. Ha, BSA'ning original optikasi bor. Bu keyslari bilan bo'ladi. Mana shu yog'iga maza qilib yuboramanda, bossanglar fotoapparat yopilganga o'xshab yopiladi. Glazur yopilar ekan. Glazurga yopiladi. Zashtaga zo'r ekanda. Paralaksi bor. 6 barobardan 24 barobarcha yaqinlashtiradi. Plusi yonadi ichida krestga. Podsvetkasi bor. Sifati ham yaxshi. Buni narxini $400 beramiz. Hop, bu pnevmatikada o'qlar hammasidan bor ekan sizda. 4,5, 5,5, 635, 9 kalibrgacha bor. 9 kalibr. 9 kalibrni ko'rmaganlar uchun 9 kalibr bormi deb so'raydigan ko'p. 760 ekanmi? Yo, 762 qoladi. Tayyormisizlar deydi-yu. Tayyormisizlar? O'qib ko'raydi. Men prosta qo'limga tashlab bering shuni. Buni solishtirishinglar uchun ko'pchilik 4,5 kalibr bilan buni solishtirganda bu 9 kalibr aniq ko'rinadi. Ko'rinadi hozir. Mana bu 4,5 kalibr bo'ladi. 4,5. Solishtirishinglar uchun bu 9 kalibr. 4,5 bilan 9 kalibr farqini ko'raylik. Gap yo'q ekan. Narxi qancha bu 9 kalibr? 9 kalibrimiz 450 ming so'm. 4,5 kalibrimiz 150 ming so'm. 150 ming so'm demak, hamma kalibrga o'qlar bor. Hamma kalibrga o'qlar. Buni dastavkaga qo'yib berasizlarmi? Dastavka yo'q, moshlik rizorisi pulini bersa chiqarib olamiz. Qurollarga ham, karabinlarga ham chexollar bor. Bu yerda yana qozig'i pnevmatikalar bu turdagi zapchastlar bor. Men o'zim olib ketaman zapchastlarni. Shu optikani qaraylik ko'pligini. Ular kelish kerak, ko'rish kerak, yoqqanini olib ketish kerak xolos. Narxlari yaxshi. Bu joyda formalari zo'rlari bor ekan sizlarda. Bular Remington firma. Bular o'zi Xitoydan ishlab chiqariladi, Xitoyda. Biz Yevropadan olib kelganmiz. Bilsanglar, Xitoy biz uchun boshqacha kasb, Yevropa uchun boshqacha kasb chiqaradi. Kasbasi zo'r. Bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Troyka ham bor bizda. Yomg'irda suv o'tmaydi. Yomg'irda suv o'tmaydi, qolipi ham zo'r, suvni ham ancha ushib beradi. Bu yerda qishki narsalar ham bor. Qishda kiyiladigan qalinroq. Buni oqi ham bor, qorda kiyib o'qiladigan akalarimiz uchun. Bu ham Remington. Hammasi bizda Remington, Yevropadan olib kelinadigan narsalar. Narxlari qancha? Narxi $200 dan $600 gacha bu yerda narsalar. Zo'rlari bor ekan demak. Haqiqiy zo'rlar. Pichoqlar. Bu yerda bo'lsa, pichoqlarimiz har xil firmaniki bor. Timsoq zo'r bor ekan. Pichoqlar. Bu haqiqiy timsoqmi bu? Bu haqiqiy timsoq, o'zim
Vyetnamga yuborganimda sotib olib keldim. Mana dokumentlari bilan, terisi haqiqiy, tirnog'i. Devorga ilib qo'ysa ham bo'ladi. Bu oksni stollarga qo'yib qo'ysanglar, juda ko'rk berib turadi oksiylari. Bu dahshat ekan, lekin ko'rmaganman o'rinda bu narsani. Narxi qancha buni? Narxi 500 dollar. Pichoqlar. Pichoqlar ham sizda Xitoy pichog'i yo'q. Yo'q, Xitoyniki yo'q. Bizda привязной, korreksiya qilish uchun ham bor, ishlash uchun ham bor. Browning firmaniki bor. Bak firmaniki bor, amerikanskiy. Buni Dubaydan olib kelganmiz, Walter bor, nemetskiy. Bu yoqda yengillik qilganmiz. Madin Italiya, Italiyani o'zidan olib kelganmiz. Bu suvda ham ishlaydi, zanglamaydi, rangi ham har xili bor. Mana pichoq o'zi. Bu qanaqa pichoq? Bu qirg'oq ham bor ekan. Qancha narxi buni? Bu 1,5 million so'm. Toza italyanskiy narsa. Bular narxi qanchada? Bular narxi 1,5 milliondan 1 million 700 ming atrofida. Bu qimmat narsa emas, hamma ham bor bular. Hamma ham bor. Bular pistolar, immuniy karabinlar uchun. Bular karabinlar uchun. Nashnoy ham bor, deni ham bor. Narxlari? Narxlarni ko'rsatsak bo'lar ekan. Ha, ko'rsatyapsiz. Narxlari mana shu dahshat ekan lekin. 36 million, 2,5 million. Eng arzoni narxi. Ha, bu 2,5 million pastavkasi narxi ekan. Optikani o'zi narxi 30 million. Adachani shu Endi konkret bo'ladi. Eng arzoni mana 7 million so'm bo'ladi. 7 million mana. Pistolar. Endi asosan harbiy akalarimiz so'rashadigan bo'lsa o'zlari qurollarga. Mana bu qurollar shvetsarskimi? Bu nemetskiy. Ha, nemetskiy pichoq. O'g'ga chiqqanda ham o'ch-bo'tni orasida tushib qolsa, bemalol qo'yib o'g'ga chiqqanda o'rnasi to'rashga, pichoq zo'r ishlatishga ham yaxshi narsa. Narxi 500 ming so'm. Shu narsa. Nemetskiy, Omarex firmaniki. Mana podarkaga fonarlarda udarlari bor ekan, lekin vashi kuchli fonarlar bor ekan. Fonarlar qattiq aka. Fonarlar основной Dubaydan olib kelganmiz, Gresi firmaniki, italyanskiy. Fonarlarni ko'rsanglar bo'ladi. Narxi 1 million 700 mingdan boshlanadi, 700 dollargacha. Bular suv tushsa ham ishlaydi, suvni ichida ham ishlaydi bu. Yorug'ligi ham yaxshi. Materiali ham rezinka sifat qilingan. Qo'ldan tushsa ham sinmaydi. Buni narxi 1 million 700 ming so'm. Quyon oviga chiqadigan okalar uchun zo'r fonar olib kelganmiz Dubaydan. 700 dollar, faqat sal ozgina og'irroq, lekin mo'shni o'zini bitta ortib berasiz. Voho! Qo'rg'ona qilib tashlaydi. Buni pozitsiyasi har xili bor. Yomon ekan bu. Mana qo'lga bering. Zaryadkasi ham rosagasini 4-5 soatga yetadi. Batareykasi mo'shni. 2 kilo chiqadimi? 2 kilo atrofida. Endi buni kichkinasi ham bor. Bu kattalog'i. Kichkinalari bor, ular 500 dollar, 450 dollar atrofida. Buni 700 dollar deysizmi hozir? Bu 700 dollar. Bu udobli, kichirog'i, lekin kichirog'i ham ancha yoritib beradi. Ha, bu вообще dahshat banar ekan bular. Hop, yorug'xona shuncha yorityapti. Yorug'xona shunchalik yoritib beryapti. Xudo xolasa 300-400 metrgacha oladi. Zaryadkasi ham 3-4 soatga bemalol yetadi. Bular qatdiki? Buni Germaniyadan olib kelganmiz, mana firmaniki. Menimcha bu nemetskiy bo'lishi kerak. Chunki Dubayga o'zidan magazindan sotib olgan. 400 dollar. 400 dollar bu. Dinamo do'konida o'qlar aksiyada, aynan Zuber patronlari. Aka, qaysi kalibrlar bor sizda? Hop, bizda 12 kalibr, 16 kalibr, 20 kalibrli bor. Bularda kartej, pulya, gram og'ir, kami ham bor. Nechagacha bor endi? Dropi 1 dan 7 gacha. 1 dan 7 gacha. 0 dan 7 gacha. Nimalari zo'r, dozalari zo'r, xudo xolasa. Patronlar ishlatganlar bildi o'zi. Narxlar qanchadan bo'lyapti aksiyada? Narxi aksiyada donasi 9 ming so'm. Bu adashmasam o'zi aksiya yaqin tugashi kerak edi. Aksiya tugadi, lekin ko'p viloyatli ovchilarimiz bizga aloqaga chiqib, biz ulgurmadik, hali eshitmadik deganlar uchun aksiya hali ham davom etyapti. Donasi 9 ming so'mdan. 9 ming so'm bemalol olib ketaverasiz. Albatta o'sha Hunter'ga o'ylovdan ro'yxatdan o'tganlar kelib olib ketsalar bo'ladi. Yana pastki nomerlarga aloqaga chiqib, bor yo'qligini bilib kelaverasizlar. Aka, mana bu joyda narizm qurollaringiz bor ekan. Bular 10 yillik staji bor odamlar uchun. Ha, albatta bu narsani yana aytib o'tishim kerak. Aynan mana shunaqa 5 otar va mana shunaqa narizm qurol olaman deganlar uchun sizlar albatta ovchilik staj 10 yillik ovchilik stajiga ega bo'lishlaring kerak. Ichki ishlar vazirligi tomonidan berilgan ruxsatnoma bilan ushbu qurollar xaridsalar bo'ladi. Albatta bularni saqlash qoidalari ozgina boshqacharoq. Bu 62-54 narizm hisoblanadi. 10 yil staj kerak. O'qi ham 8 ta 10 ta sig'adi o'q. Yaxshi. 762. 762-54 bu. Narxi qancha? Narxi oldin 3000 dollar sotganmiz buni. Hozir skitkada 2200 ga beramiz. Stoli ham uzun. Stol uzun. Yangi. Yangi hammasi ishlatilmagan. Bu Kalashnikov bilan birga bir aka. Bu Viper. Viper Kalashnikov zavoddan chiqadi o'zi bu. Bu охотничий qilib ishlangan. Nech kalibr nechi? 545. 545. 545 ishlataman deganlar uchun.
Ovozi boshqachada buni. Narxi qancha? Narxi 1800 skidkada bu. Skidkada 1800. 1800. Gap bor shunday. Bular o'qi ham bor. Bularni o'qi ham bor o'zimizda. Bunisi-chi? Bu ham VPR 762. Bu kalta variant qilingan ekan. Buni magazin nechtalik buni? Magazini 8 talik. Magazinlari endi bu. Bu ham rossiyskiy. Yaqinroq olur. Narxi qancha bu? Buni narxi 2000. 762 ekan bu. 2000. Bu ko'pchilik qiziqqan shu narsaga. Tay melkashga 94. Tay melkashga tepasi 12. Tepasi 12. O'sha tay melkashga tepasi 12 mi buni? 12 kaliber tepasi. Oppa. Juda yomon qaraylar turish. Men buni reklamalarda ko'rgandim xolos shunaqa qildi. To'g'ri, eski sovetskiylari bor, lekin bu современный MR bo'lib chiqqan bo'lishi adashmasam? Ha, MR bo'lib chiqqan. MR bo'lib chiqqan. Injektorli. Ikkita kurov, past deb. Adashib ketilmaydi-da. Tepa past. Taktический misheni ham bor ekan bunda. Narxi qancha bu? Narxi buni 1200. Stoli ozgina 61 mana shuna bo'lsa kerak. Ha, stoli ozgina kattaroq mana. Kattaroq. Mana choklari ham bor ekan, semenning choklari ham bor ekan. Bu joyda yana qolgan narizan quroqlar bor ekan, ko'p ekan. Buni bir aytib o'tmadim, videoning vaqti cho'zilib ketadi. Kelsanglar yana qolganlarni ko'rib keturasizlar. Bizga ovchilarimizga qiziq bo'lgan narsa MR27. MR27 bilan MR43 bor bu yerda. MR155 ham bor ekan. 155 ham bor. Hop, MR155 bizda 5 otar, plastik, baquvvat bo'ladi. Plastik bilan rezinka aralashgan bo'ladi bunda. Joy qatdan o'zidan sinib ketadigan narsa emas. Hozir skidkada bu oldin $950 sotganmiz, hozir $700 bu. Faqat 10 yil staj bo'lish kerak bunda. Albatta. Bu yerda ko'rayotganinglarda rossiyskiy MR27 larimiz bor. Bularga staj kerak emas. Bu eng full pozitsiyasi, sport varianti. Stoli 75 bo'ladi. Stol qizib ketmasligi uchun mana bunaqa teshiklar ham qoldirgan. Injektor cho'ka alishadi, 2 otar 12 kaliber. Juda ham chiroyli quroq. Keyin bundan bitta narsani qo'shimcha qilib ketaman. Aynan mana shu quroqlarda ikkinchi mushka bor. Bu narsani men ko'p quroqlarda ko'rdim, mo'ljallaganimda menga ham qulaylik berdi. Nimaki, butun mo'ljallanganda birinchi mishin bilan ikkinchi pritselni orasiga olish juda ham oson bo'ladi. Agar kimlar qilmoqchi bo'lsa, qo'ysanglar ancha oson bo'lar ekan. Darjim qolib ketibdi. Xiramironiy blog ekan. Narxi 1250 $. 1250 $. Bu MR ishlataman, yangi ishlataman degan uchun plankasi ham ancha keng bo'ladi sportivlarda. Tashlanganda ham juda ham yaxshi qo'lga tushadi. Joda 71 to'g'rimi? 75. Ha, 75. Ha, mana bunisi bor. MR27 bir S modeli. Bu ham injektor, cho'ka alishadi. Faqat 72,5 stol, bitta kurokli. Ochishga qulay bu. 12 kaliber, buni narxi 1150. Buni faqat 12si bor. Hammasi 12 bizda. 16 yo'q sizda. 16. Aynan 16 ko'p so'rashadi mendan, aka 16 bormi? Bu yerda ham ko'rsanglar bo'ladi. Hammasi 27. Hammasi 27. Turi har xil. Turi har xil. Ha, bu yerda qiruvchimiz bor. Eng full varianti. Kurorki bittali. Injektori bor. Anasi cho'ka alishadi mana. Buni narxi $900. Qirg'ochni men o'zim ishlatganman, juda ham yaxshi qurol. Ham yengil, gorizontal, plastika, injektor. Qo'lga tushgan juda ham chiroyli. Stoli 71 adashmasam buni. 72,5. 72,5. Ko'ringlar. Juda ham chiroyli. Bizda birotar qurollar ko'pchilik qiziqadi. Yakka qurolni yangisi ishlatish uchun mana bu yerda rossiyskisi ham bor ekan, turetskisi ham bor ekan. Turetskiy juda ham qiziq ekan, buni ko'ringlar. Hop, bu yerda rossiyskiy, turetskiy bor. MR43 kalta stoli ham bor. MR43 kurkovka. Kurkovka kalta stolli. Bu yaqindan ochishga ikkinchi milt o'qib ishlatishga yaxshi narsa bu. Orqaga ikkinchi milt o'qib, ha. Juda ham chiroyli. Umuman kaltasi ajoyib bo'lar ekan, lekin bu o'sha qonun qoidasiga asosan kerakli razmerda stol zavodskiy chiqadi. Cho'klari bo'lar ekan, men qiziq bo'lsa udintir qo'yib ishlatsa ham bo'lar ekan. Narxi? Buni narxi $750. 750. Bu yerda bir o'taramiz bor. MR18 rossiyskiy, bu sport varianti. Buni ham stol uzun bo'ladi. Plankasi ajoyib ekan. Stol qizib sovutishiga teshiklari ham bor. Ko'pchilik mendan so'radi mana shu narsani. Keyin aka, men shu o'rinda bitta narsani aytaman sizga. Qozog'istonda bitta stol 20 stol portlaganini ko'rdingiz ham. Ko'rdingizmi? Aynan ko'pchilik mana shu narsani qurolga to'nkadi. Bu narsa biz sotamiz. U narsa nimadan kelib chiqadi? Qurol o'zi bu rossiyskiy baquvvat qilib chiqariladi. Bu magnum o'qi ham ko'taradi. Bir xil odamlar bor, zavodskiy o'q ishlatmaydi, o'zi porxni ko'p qilib turib otadi. O'shandan ham bang'ilash kelib chiqadi yoki ichiga loy, suv kirib qolgan bo'lsa ham bang'il deydi. Men ham xuddi o'sha narsani aytdim. E'tiborga olinglar.
har doim qurol olib yurilganda stol tepa tarafga qarab yuriladi. Agar arzimagan qor, loy, qum shunday kirib qolsa bo'ldi, stolni yorib yuboradi. U xoh nemetskiy bo'lsin, xoh rossiyskiy bo'lsin, xoh turetskiy bo'lsin, u portlovchi qurol tanlab o'tirmaydi. Любой o'q yorib tashlaydi. Xoh zavodskoy bo'lsin, xoh samodelniy bo'lsin, stol shu yopildimi, juda katta bosim bilan chiqqandan keyin yorib tashlaydi bu. Shuni inobatga olib qo'ydi. Bu narx qancha? Bu $550. 550 dollar. Sportli yangi chiqqan modellar endi bular. Bular примерно endi 2022-23-yillarda, to'g'rimi? Yo'q, buni yaqinda olib kelganmiz. O'tgan yil olib kelganmiz, yili 24-25. 24 yil. Buni ham ko'ryapsizmi? Ikkita mushka. Buni plasmassaligi bor, hamyonbop arzonroq desanglar. Hop, bu $500. Plasmassali yengilroq bo'ladi unga nisbatan. Bu faqat sport varianti emas. Bu narxni o'tib berasiz? Buni narxini yana o'tib beramiz. Bizning nomimizda olmasam uchun albatta narx tushib turadi. Liviyoda ko'pchilik bizdan so'raydi, 4 million so'm atrofiga arzonroq intig'inglar bormi deb. Bu turetskiy Salix firma, narxi arzon bo'lgani bilan sifati yomon emas, sifati yaxshi. Turkiyaning yaxshi firmalaridan bittasi. Buni narxi 4 million so'm. Buni yig'ilish, buni bo'lishini ko'ringlar. Bu mana shunday bo'lingan holda olib yuriladi xolos. Bu qismlarga ajratilmaydi. Buni yig'asizlar, otilaveradi. Yengil qurol ekan degan. Narxini 4 million. Narxi 4 million so'm. Ana qo'liga ehtiyot bo'lyapti. Javoblar ekan. Bu joyda aksiyadagi 5 otarlaringiz. Bular aksiyaga tushgan, vaqtida $700-800 sotilgan turetskiy 5 otarlarimiz va skitkada Luboyni mana shu boshidan oxirigacha $450 dan tanlab olsa bo'ladi. Bemalol. Bemalol, faqat 10 yil staji bor odamda. Bitta hammasi har xil model. Har xil model. Bunda Hudson bor, Kral bor, Fontana, Turetskiyni oldi firmalaridan olganmiz bularni, yaxshi firmalardan. Mana qurolni ko'ringlar. Juda ham chiroyli ekan. Mexanizm ajoyib ekan. Bu gazotvodni ekan. Bitta gazotvodning inertsiyoni hammasidan bor. Hammasidan bor. Hammasidan bor. Plasmassa yog'ochli, plasmassani kompensatsiya qilgan har xildan bor. Hammasi singichkagina ekan, juda ham chiroyli ekan. Bular hammasi 71. 71, 76 ham bor ekan. 76 ham bor, 71 ham bor. Juda ham chiroyli. Demak, bizning nomimizdan kelgan obunachilar uchun albatta chegirma bo'ladi, shuni eslab qo'yinglar. Bu joyda kamuflyajlar bor ekan. Kamuflyajni bular 7+ bor. Bular yanada ko'proq o'tadi. Bularga ham 10 yil staj kerak. Bular ham aksiyada. Bular qancha? Bularni 550 dan qilib beramiz. Taktik sepriklar taklanadi. Hududni yopiladi. O'tgandan qarang. Vahimali ekan o'zi. Bular inertsiyonadi shunday. Bular hammasi narxi bir xil. Narxi bir xil hammasini. Mana bu Hudson desmasam. Yo'q. Hudson Escort. Ham 7+ bor. Bu ham 7+ bor. Hozir juda chiroyli ekan. Yengilligi ham yengil ekan. San'at sifat qilib ishlangan, bularga ham 10 yil staj kerak. Mana qulturlarimiz bor, bular ham aksiyada. Kurslar bo'ladi, har xili bor, pompaligi bor, oddiysi bor. Haqiqiy avtomatga o'xshab ketadi video ham. Buni vaqtida 12 kaliber, buni vaqtida $1200 sotganmiz. Bularni ham Luboyni $700 dan tanlab olsa bo'ladi. Endi buni nimaga bunaqa sotgansizlar desanglar, endi o'sha payt zamon shuni talab qilgan. Endi hozir ziyoniga sotishga ham majbur. Nimaiki sotish kerak. Hozir plastik o'zini narxidan arzon. O'z narxidan. Pulni yechib olish uchun. Shunaqa. Lekin 10 yil staj qilingandan keyin bular sotuv taqataq to'xtadi. Ha. Ayrim odamlarda bor, kamchilik odamlarda 10 yil staj bor. Shuni hisobiga narxini keltirib beradi. 100 ta odamdan ikkitasi olsa oladi-yu, olmaydi bu narsani. Ololmaydi to'g'riroq. Mana bu joyda taktiklar kattalar ham bor ekan. Bu yerda ham har xili bor. Ko'pchilik mana modelga qiziqadi. Video ham ancha chiroyli. 12 kaliber bular ham aksiyada. Mukotkasini kattaligini ko'ringlar. Krallik ekan-a? Bu krallik. Narxi? Narxi $700. Bundan ham 2-3 ta sotdik. Hali hech kim yomon ekan deb kelgani yo'q. Hamma narsa qilib ishlatyapti. Hamma narsa ishlatishga bog'liq aka o'zi. Nima deysizlar? Nimaga o'qib ketdim men? Hozirga avvalambor obzor uchun sizga kattakon rahmat. Ikkinchi marta mana shu kelib obzor qilyapmiz. Bu do'kon deyarli xuddi o'zimizda do'konda yurganda yurdik. Rahmat sizga buning uchun. Aka, men Instagram profillaringizni kuzatdim. Bitta videoyingizda aytib o'tdingiz. Luboy do'kondan narxni arzon qilib beraman dedingiz. Bu nima sabab bu? Ko'pchilik o'ylashi mumkin endi bu boshqacha narsami? Sababi menga ham ko'p savol keldi. Nimaga u 1-2 mega ishlatilganmi? Nimaga sizlar arzonroq? Ko'p odam ham keladi, boshqa magazindan arzon ekan deb. Sababi mana shu Dinam magazin tegi bilan sizdan o'zimizniki, arenda to'lamaymiz. Pramo zavoddan olib kelamiz.
И narxini insof sari qo'yamiz. Shuni hisobiga любой magazindan qiziqsa, menda masalan o'ragan bo'lsa, $2700 sotyapmiz buni. Boshqa joyda agar realni 2,5 ming yoki 2600 ko'rishgan bo'lsa, $100 shundan arzon qilib beraman. Любой O'zbekiston bo'yicha magazinni surishtirib chiqishadi. Bundan tashqari boshqa охотничийmi, пружинalimi, любой narsani $20 dan $100 gacha o'tib beraman. Boshqalarga nisbatan. Ochig'ini aytish kerak. Nimani ochig'i? Misol uchun, atta mincha narx ekanda osmonda. Ochig'ini aytishadi. Biz ham shunaqa narx ekan demayman. Telefon qilaman. Mana bunaqa model bor ekan, nechi pul? Mana bunaqa desa, realni $220 dan $100 gacha skidka qilib beraman. Даже $150 gacha. Gap bo'lishi mumkin emas lekin. Aka, sizlarda ham patronlarda faqat o'sha Hunter ilovasi o'tganlarga berasiz? Hozir yengillik bo'lyapti. Hamma kim Hunterdan o'tgan bo'lsa patron beriladi. Hunterdan o'tmagan odamga patron berilmaydi. Ham bu yengillashtirilgan, qog'ozga oldingi yozilmaydi, kamtur olingan. Shunda kodini teramiz, chiqib keladi. Ovchini nechta patron oldi, kamturga yoziladi. Qog'oz ozlik kamroq qilingan bu yerda. Demak, integratsiya qilinsa do'konlarga. Ha. Tushunarli. Shuning uchun mana pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, patronlar qanaqalar va qanaqa qoldi, buni ham qator o'tsanglar bo'ladi. Biz ikkinchi marta do'koningizga keldik. Aynan bizni kelib obzor qilishimiz do'konning savdosi ta'sir qildimi, qilmadi? O'zi birinchi kelganingizda o'zi men sizni tanimas edim. Keldinglar, video olamiz deb, men ham xo'p dedim. O'zi to'g'risi o'ylamadim, u kim kelarmikan dedim-da, lekin sizlarga kattakon rahmat. Masalan, mendan u bilan so'ramayapsizlar, obzor qilgani. Masalan, boshqa odam bloger kelsa, menimcha pul bersa, obzor qilib beraman deydi-da. Sizlarga kattakon rahmat. Orqangizdan bir normalniy odam keldi. Shuni hisobiga ikkinchisiga o'zim aloqaga chiqdim. Oke, iltimos agar yo'linglar tushsa kelinglar deb. Albatta, sizlarga ham rahmat kelgan. Biz mana nechta do'konga borgan bo'lsak, mana biladi, bizni ko'pchilik taniydi. Hali bironta do'kondan, misol uchun aynan qanday summaga yo bir narsaga umid qilib bormaganmiz shu paytgacha. Biz bu kanalimizdan yo boshqamizdan yo monetizatsiya yoqmaganmiz, yo pul kelgan doxodimiz yo'q bu narsadan. Bu narsa nima uchun? Faqatgina mana shu ovchilarimiz nimani, qayerdan topishligini bilish uchun qurolga qanaqa muomala qilish, qurol bilan qanaqa hujjat qilish, shuni to'liq ma'lumotini berish uchun va aynan narxlarni solishtirib, buni ko'ryapsizlar, atrofda narx har xil, shuni bilib olishlaring uchun. To'g'ri, hamma do'kon o'zini yo'li bor, o'ziga yarasha arzon qilib berishi mumkin. Sotuvchini mahorati va endi raqobatda har joyda har xil chidaganga chiqargan degan gap deydi. Sizlarga bu obzorimiz qiziq bo'lgan bo'lsa, albatta sizlardan bitta like va podpiskani kutib qolamiz. Albatta, Vodiylik ovchi Instagram profiliga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bizdan hali yangiliklar juda ham ko'p. Hali bunaqa o'quvlar do'koniga ko'plarga boramiz va aynan keyingi rejamizni aytib o'tishim mumkin. Sizlar bilan yana O'shdagi o'quvlar do'konida ko'rishamiz degan umiddamiz. Bizdan uzoqlashmanglar, kuzatib boringlar. Aka, sizga kattakon rahmat. Rahmat sizlarga ham.